I love you degan so'zni ma'nosi nima? Seni sevaman. Nima edi? Mencha o'zi ingliz tilida shu 4 ta so'zni bilaman, zato qo'ylataman. Ana, ko'rdingizmi? Sizda ham noto'g'ri o'rgatishgan ingliz tilini. Ingliz tilida I love you degan so'zni to'g'ri ma'nosi aslida poy qadam tushonka degani. I poy qadam, love tushonka, you sen uchun degani. Eslab qoling, mana gipnoz eslab qoling. Mana poy qadam tushonkalarini yesang gipnoz poy qadam eslab qoling poy qadam. Endi nechta kuylar yirtgansiz desam, endi shunaqa gap bor, unaqa deya olmayman. Xo'p, nechta tarozi sindirgansiz? Vashta sindirmaganman. Qara Jafar, dalg'oychi savollaringgacha tarozi esimda yo'q, lekin sandakani daffigasini bor sindirib lamatib tashlaganimni bilaman. Uni travmatologiya больницалaridan so'rab surishtirib olsang bo'ladi. Zaybal qilding, borga o'zi asabim buzilib turibdi. Qashon naqib bo'tda? Namti tiqdi mashinani. Yani yo'q, to'rimga kamera qo'yib qo'ygani qal basharamga. Jafar men bilan o'ynashma, asabim buzilyapti уже bor-ku.